ikkinchi qismini oldin o'tgan safargi birinchi qismini ko'rishni xohlasanglar meni kanalimdagi sirka ostidagi qarasizlar. So'g'atki tomondagi shuncha qilganim yarasha judayam qiynalib ketdim. O'sha mana keldim. Birinchi marta ko'rsatdi. Matibga judayam oshib ketyapti. O'sha xabar yo'q. Aholi yashash qishloq bo'yicha 2 soatli bo'lmasa kerak menimcha. Ya'ni maktablar yozib beradilar. Qishloqda 2 qavatli uy bo'lmasa kerak. Bugun soat kerak. O'sha ko'ramiz. Chunki bayroq sizlarga ko'rinib tursa juda sovuq, olmasdan qo'lim sinib ketsam shu yaxshi edi, lekin bitta olyapman sizlar ko'rishlaring uchun. Maktab yerda bir xiltirab turibdi. Mashinalardan mana bu yo'l harakat belgisini biladiganlar ham bor. Aniq. Bilmaydiganlar bo'lsa kommentariyga yozmaydi. Biladiganlar bo'lsa kommentariyani to'ldirib tashlaydi. Ko'p bo'ldi. Aytdimki, men maktab ekan. Kim so'qot ekan. Mana kim nomini bilan mana shuni. Nomini kim biladi? Yozib ketinglar mana shu nomini. Nomini yozib ketinglar. Orqasida dilib yotdi. Mana bitta mashina bor ekan. Maktab desam ishimizda. Qarg'a jonarchi. Mana daraxtlar ekilgan ekan shunday ekan. 28-maktab ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. To'sib qoldi, to'xtaylar. Mana darvozasi ekan mana. Sho'ra kiramiz, nima deysizlar?